korxonamizda rangli metallar va qora metallardan eritish yo'li bilan har xil turdagi butlovchi qismlar hamda mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Mashinasozlik zavodimizda esa bugungi kunda tog' kon sanoatiga ishlatiladigan import o'rnini bosuvchi har xil turdagi uskunalar ishlab chiqarilmoqda bugungi kunda. Kelajakda energetika sohasida gaz turbinalari, paraturbinalarni butlovchi ehtiyot qismlarini ishlab chiqarishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Tog' kon sanoatida foydalanadigan MPS girohlarimiz, uni butlovchi qismlari, sitalarimiz shu kunga qadar Janubiy Afrikaning Yuar davlatidan keltirilgan bo'lib, bugungi kunda to'liq o'zimizda mahallashtirilgan. Havoni, suvni, moyni sovutuvchi har xil radiatorlarni ham o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqaryapmiz. Bu ham to'liq mahallashtirilgan. Ichki har bir butlovchi qismlari ham o'zimizda korxonamizda ishlab chiqarilmoqda. Qo'shni davlatlarimizga, Tojikiston, Qozog'iston davlatlariga hamda Ozarbayjonga bugungi kunda eksport qilyapmiz tovarlarimizni. Zavod ishlab chiqarishimizni boshlagan paytlarimizda mahsulotlarni mahallashtirish darajasi 30% da 40% tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunda ba'zi bir mahsulotlarimiz 100%. Aksariyat qismi 80-90% gacha mahallashtirganmiz. Bunda o'sha filtr ishlab chiqarish ketadigan mahsulotlar, plastik ehtiyot qismlari, materiallari, metal qismlari bugungi kunda korxonamiz o'zida yana qo'shimcha O'zbekistondagi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan yetkazib berilmoqda. Davlat korxonalari bilan savdo operatsiyalarida, davlat xaridlarida ko'rgazmalar tashkil qilinyapti, ochiq muloqotlar tashkil qilinyapti. Bu ham bizga tadbirkorlarga juda katta imkoniyatlar beryapti. To'g'ridan-to'g'ri o'sha davlat xaridlarida, davlat korxonalari bilan muzokaralar olib borishimizda, shartnomalar qilishimizda juda katta rol o'ynayapti. Mustaqilligimizning 35 yilligi xalqimizga muborak bo'lsin. Yurtimizda tinchlik va barqarorlik, xalqimiz farovonligi, milliy sanoatimiz va mahalliy ishlab chiqarishimiz yanada yuksalishi tilayman. Biz ham o'z mehnatimiz bilan O'zbekiston sanoatining rivojiga munosib hissa qo'shishga harakat qilamiz va va'da beramiz.